Ya assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizning kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib o'tganlar. Mana bu samovarimizga necha baho berasizlar? Mana bu gigant samovarlarimizga ko'rishlaring mumkin bu samovarlarimizni. Vobshe, xudo xolasa zo'r chiqdi mana. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Bu samovarimizga necha baho berasizlar? Qaranglar buni turishini. Ko'p choy ichadigan o'rtalaringizga jo'natib qo'yasizlar videosini. Bu samovarimiz 2 stinkalik 700 litrli samovarimiz. Bu samovarimizni zakaz berishgan edi. Zakaz bo'yicha tayyorlab berdik. Qalinligi 2lik, turbalarni ham 3 ta qo'yganmiz. Turbasining qalinligi 2lik stinkasi. O'chog'i 4lik. Kirallarni ham 2 tadan qo'yib berganmiz, tezroq suv olish uchun. Bu samovarimizni qaynashini xudo xolasa 1 soatda qaynatadi degan umiddamiz. Ichida funksiyalarni ko'paytirganmiz, ichiga e'tiborni ko'p berganmiz. Tashqari ko'rishdan oddiyga o'xshagandan ichida funksiyalari ko'p. Xudo xolasa mukammal darajada yasadik bu samovarlarimizni. Bularimizni narxi 7 million so'mdan, narxi 7 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab chiqarib beramiz. Dastlabkasi pullik bularni. Keyin mana bunday kichkina samovarlarimiz bor, ko'rishlaring mumkin. Bu 1-2 stinkalik. 1-2 stinkalik. Bunimiz 1-5 stinkalik. Bu 80 litrli, bu 65 litrli. Bunimizning narxi 1 million 400 ming so'm, bunimizniki 1 million 300 ming so'm. Bularning ham dastlabkasi pullik. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa chiqarib beramiz va mana bunday qo'l yuvadigan rakaynalarimiz. Bularimiz yangilik, bularimiz ham. Bularga necha baho berasizlar? Qaranglar, turishini qaranglar bularni. Mana kirallarni ham chiroylisini qo'yib kelganmiz. Latumadan kirallari. Mana qo'l yuvadigan idishlari, suv quyadigan joylari mana ko'rishlaring mumkin. Bunimiz 20-30 litrli suv oladi. Suv olish hajmi katta bularni. Ham bularimiz keyin yig'iladi bularimiz. Qonni komplekt holatda yig'iladi. Mana bunday gufralarga da qo'yib beriladi. Mana yig'ilish holati mana shu holatda bo'ladi. Va tiklash ham xuddi mana shunday. Mana bularlari mana addenni ajraydi mana. Bularimiz 1 million 100 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bularni ham dastlabkasi pullik. Bemalol kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, aytaverasizlar, cheklanmagan miqdorda xudo xolasa tayyorlab beramiz. Oshxona arendaga chiqaradigan akalarimiz, ukalarimiz uchun bemalol xudo xolasa zo'rlab xizmat qilib beradi. Keyin mana bunday pachani shitlarimiz ham bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu pachani shitlarimiz 800 mingdan. Bularimizni 2 ta paqiri bilan kimga общий komplekt holatda kerak bo'ladigan bo'lsa, komplekt holatda ham tayyorlab beramiz. Bularimizni ham cheklanmagan miqdorda yasab beramiz. Optimal ediganlar bo'lsa, optimal ediganlarga ham yasab beramiz. Xudo xolasa, optimga kelishtirib beramiz. Narxi donasi 800 mingdan. Buni ham dastlabkasi pullik. O'zbekiston bo'ylab bemalol yetkazib chiqarib beramiz. Xudo xolasa, inshaalloh. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan bo'ldi. Videoyimiz kimga yoqqan bo'lsa, oshna og'aylarga jo'natib qo'yasizlar. Bittadan moshni like ayamay, kommentariyaga o'z fikr va izohlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.